Men sizlarga juda qiziq bir hadisni aytib bermoqchiman. Bir rivoyatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Darmonimiz bo'lgan xurmo daraxtini hurmat qiling, chunki u odam alayhisalom yaratilgan loyning qoldiqlaridan yaratilgandir." Darhaqiqat, xurmo juda qiziq yemakdir. Xurmo iste'mol qilgan odamning kunlik oziq-ovqatga bo'lgan barcha ehtiyoji va vitaminlarga bo'lgan ehtiyoji to'liq qondiriladi. Bu o'ziga xoslik uning yagona jihati emas. Xurmo daraxti boshqa o'simliklar kabi urug' ekish yo'li bilan ko'paytirilmaydi. Ya'ni bir erkak va bir urg'ochi xurmo chatishtiriladi. Urg'ochi xurmo daraxti homilador bo'ladi. Uning homiladorligi qancha davom etishini bilasizmi? Uning homilasi xuddi odamlarnikidek 9 oy davom etadi. 9 oydan so'ng o'sha daraxt aslida odamdek tug'adi va uning qornidan niholini olib yerga ekiladi. Keyin esa yangi xurmo daraxti, bola xurmo daraxti paydo bo'ladi. Yana bir qiziq ma'lumotki, o'sha bolakayni ona xurmo daraxtidan uzoqroq joyga ekilsa, u ko'karmaydi, qurib qoladi. Onasiga yaqin ekilsa, ozuqa topib unib chiqadi. Menga bu hodisa juda qattiq ta'sir qilgan. Men onasidan uzoqda qurib borayotgan xurmo daraxtiga o'xshayman. Onam olamdan o'tganlarida qalbim qurib, so'nib, rang yo'qolganini his qildim. Agar onalaringiz tirik bo'lsa, ularni qadrlang. Jannat onalarimiz oyog'i ostidadir. O'sha jannat qo'limizdan sirg'alib tushmasdan oldin onalarimiz oyog'i ostidan jannatga kirishning yo'lini topishimiz kerak. Bu videoni yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Ular ham onalarini rozi qilib, jannatda birgalikda ko'rishish nasib etsin.